Okey, davom etamiz. Endi Propiros kitobidan ikkinchi savol. Demak, for two acute angles. For degani uchun, two ikkita, acute. Acute degani o'tkir. O'tkir, angles degani burchaklar. Burchak A, burchak B. Cosinus A teng sinus B. Measures degani o'lchamlar, qiymatlar degani. O'lchamlar. Degree gradusda burchak A va burchak B ning shu va shu respectively mos ravishda. What nima? Value qiymat. Nimaning? X ning. Demak, X ning qiymati nima deyapti? Xo'sh. Demak, bizda cosinus A teng sinus B ekan. Xo'sh, bu yerdan kelib chiqadiki, bu ikkalasi teng bo'lishi uchun bitta shart bor. Ya'ni A qo'shuv B nima bo'lishi kerak? 90 gradus bo'lishi kerak. Bu yerda burchak A birinchisi, demak 13x plus 10 plus B. Endi B ana ikkinchisi bo'ladi. Mos ravishda degan. Demak 48 plus 3x. 48 plus 3x teng 90. Ana 13 ga 3 16x. Bunga bu 58 teng 90. Bu yerda 16x topsam, bu boqqa minus o'tadi 32. X ni topsam 2 ga teng. Demak, qarasam, bizdan nimani so'rayapti? X ning qiymati nima deyapti. Demak, javob 2 bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.